Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Uzaminant kanali va bugungi yangi videomiz ko'pchilikda Telegram kanalimizdagi talabiga binoan Instagramga tepa-tekinga nakurt ko'rish haqida bo'ladi. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Xo'p, bu kanalda doim shunaqa qiziqarli mavzular chiqiladi. Demak, 3100 dan o'tibmiz. Obuna qo'yinglar. Xo'p, bundan oldingi videolarimizda ham ko'rsatlaringiz bo'ladi. Tekinga Telegram premium olish, internet tekin qilish, Instagramga nakurt ko'rish. Xo'p, videoni ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Demak, sizlarga hozir bitta saytni o'rgataman. 100% uradi. instamoda.org. Xo'p, mana oynada nimadirlar chiqadi. Xullas bizga keraklisi hozir tepada girishni bosamiz. Turklar sayti bu. Xo'p, internet. Mana bosganimizda shu oyna chiqadi. Xo'p, tepada akkaunt nomi, pastda parolni kirgizamiz. Xo'p, kirgizishdan oldin e'tibor beramiz. Xo'p, bu yerga sizlarda o'zlaring foydalanadigan asosiy shaxsiy akkaunt kirgizmaysizlar, chunki ban bo'lish ehtimoli yuqori. Shuning uchun bitta ban bo'lib ketsa ham ishlama bo'lmaydigan, xullas bekorchi bitta akkauntlaringiz bo'lsa, shu bilan kirasiz yoki bitta yangi ochib, shu orqali kirishingiz mumkin. Xo'p, men bitta yangi ochganman. Xo'p, nakrutka video 44 agana. Nakrutka video 44. Nakrutka video 44. Demak, parol. Hop, kirganimizda sizlarda ham xuddi shu o'yna chiqadi, nomer chiqadi, keyin Gmail chiqadi. Hop, sizlarda tasdiqlash kerak. Shu tasdiqlashdan o'tamiz. Hozir menga kod kelish kerak edi. Hop, 846 087. Demak, 846 087. Ozgina vaqt olar ekan kirishga. Xo'p, mana kirdi azizlar. Endi buni ko'rishinglar mumkin. Bizga shu oyna ochildi. Tepada qarasak, 70 ta like, 420 ta odam, 35 ta komment, 140 ta Instagram nimadir, 700 bu ham nimadir. Tushunmadim xullas. Pastda ham bilmadim. Xo'p, bizga keraklisi hozir tepada 420 ta turibdimi? 420 dan bosamiz. Xo'p, mana bu yerda nomini kirgizish kerak bo'ladi, shu nakrutga urmoqchi bo'lgan akkauntlaringizni. Xo'p, sizlarga aytishingizdan chiqibdi, mana ko'pchilik nakrutga kelmayapti, yolg'on ekan, u bu deydi. Yo'q, bu to'g'ri qilinsa nakrutga keladi. Hozir sizlarga aytib o'taman. Bu nastroykasini to'g'rilab qo'yish kerak. Internet sekin ishlayapti. Xo'p, to'g'rilash uchun tepada 3 ta chiziqcha turibdi. Shu yerga bosamiz. Bosganimizda pastroqda mana follow and invite friends turibdi. Shuni sizlarda mana tepaga qarasalaringiz yoniq turadi. Shuni o'chirib qo'yamiz. O'chirmasalaring kelmaydi umuman. Xo'p, bayda 420 ta edi, 420 ta belgili bu nomi edi. Demak, nakrutka video 44. Internet sekin ishlayapti ozgina. Bu sizlarda akkauntlaringni tekshirib olish kerak. Mana menda xuddi shu yozuv bor edi, shu rasm. Demak, maksimal 420 tamida 420 ta belgilaymiz. 420 ta deydi, lekin 420 ta kelmaydi. Kamida 10-15 ta keladi, uzog'i 50 taga borsa boradi. Ko'p kelmaydi lekin. Buni plus tomoni har kuni ursalaring bo'ladi. Shu 20 ta, 25 tadan kuniga ursalaring bo'ladi. O'zi 10 kun ursa ham
2dan o'tadi. Xo'p. Mana nakurt ko'rish ketdi. Internet ozgina sekinlik qilyapti. Videoni pauza qilib turamiz. Nakrutga urish boshlandi. Mana hop vaqt aytyapti. Bag'dan nechta ketgan deyapti. 420 tadan mana 30 bitda deyapti. Yo'q, bu unchalik ko'p bormaydi. Urish kerak, mana o'zi 6 ta. Hop, 6 ta keldi. Qanaqadir odamlar chiqyapti. Yangi akkaunt. Hop. Hozircha mana 6 ta keldi. Diorbek, Gold Love You, Karana, Aya Ali, Darada, Juju nimadir. O mana yana keldi. Hop. Yangi akkaunt edi. 0 ta turadi obunachilar. Hozircha 8 ta bo'ldi. Hop, yana vaqtimiz bor hali. 80 minut demak, 80 sekund vaqtimiz bor. Uning ichida yana keladi. Hop. Hozircha 8 ta keldi. Hop, saytda qanday ishlatishni demak o'rgatib o'tdim. Nimadir tushunmagan joylaringiz bo'lishi mumkin. Videoni kommentariyasiga yozishinglar mumkin. Agar o'xshaganlar bo'lsa, sizlarga nechta nakurtga keldi shu haqida ham kommentariyada yozib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin Telegram kanalimiz bor. O'z past chiziqcha dominant deb qidirsalaringiz Telegram kanalimiz keladi. Shu kanalda har xil konkurslar qilib turamiz, har xil e'lonlar qo'yamiz. Yangi videolar bo'yicha Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.